Assalomu alaykum qadrli kanal a'zolari, bizni hurmatli kuzatuvchilarimiz. Yana video obzorlarimiz davom etyapti. Yoz issiq kunlarida mahsulotlarimiz baholasi boshlandi. Bu yerga avval akfa o'rnatib ketganmiz. Tunika fonga moslab Mogri rangda akfa brendidagi romlar verilib o'rnatib ketganmiz. Ular hammasi ustunlari 1.85, bo'yi 1.80. Bu yerga 23,5 kvadrat akfa o'rnatgandan keyin endi mana ichiga daholasi bugun MDFni o'rnatib ketyapmiz. Hozir ikkovini tanishtirib boramiz. Akfalar ikkita joydan romlarni ochganmiz. 3 ko'zli qilingan. Mogri aynalari 2 qavatli bo'lgan. Yodi svetda shu akfamizni rangi moslab aynalari solingan. Ko'rasiz, do'st baho bersa like bosib ketasizlar. Biz kuzatishda davom etib, endi eshik tomonini obzor qilamiz. Eshigimiz 2.25 ga 3.20 ga bo'lgan. Bu ayvonimiz yonbosh tarafiga bo'ldi. 2 qanotli eshik tushdi, fabruzon bo'lib, yonlari mana alkafonlar ham daholasi haqiqiy akfa, original alkafon. Betonlar o'zining razmeriga moslab mana chiroyli qilib kesib qirqib tushirib berdik, penalarini urdik. Zo'rdan ham zo'rlar bo'ldi daholasi. Zamoylari yaxshi, o'zining brendi, akfa brendi yaxshi zamoylardan. Ichi mexanizmlari daholasi gap yo'q, zo'r. Oyna bu ham 2 qavatlik. Oldi yodlik, orqa tomoni oq bo'ladi. Bemalol ko'rasizlar. Buni kvadratini aynan 2 qavatli hisobiga 620 ming so'mdan o'rnatib berdik. Padagonlari ham bor ikki tomonda. Verandani ichki ko'rinishi ko'rasizlar. Mana ikki tomondan ham dahola sifatlari juda ham zo'r. Ustunga qadab o'rnatilgan, zazorlar umuman yo'q, pena qo'ydik. Padagonligi 20 lik padagonlik tushgan bunga. O'zining mo'g'ir rangi moslab daholasi matli svetda. O'rimiz ham matli, unaqa yiltiramaydi, egasi shunaqa bizga buyurtma bergan. Endi mana bu yerga MDF navimiz. 2.10 lik eshigimiz. Endi 85 lik tashqari ochilgan oynalari soldik, zamur doimiga zo'ridan. Oynalarimiz unga oq gullik edi. Oq gullik. Bu yana bitta eshigimiz, bu ham tashqari ochilgan. Bu ham mo'g'ir rangda glansiy qilib qildik. Kanzlarni ko'rasiz, o'zining rangidagi ekanmiz. Xo'p, MDFdan bularimiz MDF mo'g'ir rangidagi 200 romimiz. 200 romimiz 1.20 ga, 1.50 ga. Endi buni padagonlari ham bor. Xo'p, tashqi tomondan ko'rsatamiz. Ichlarni germeklab qo'yganmiz. Oynaga doimiy germetik zo'r. Bularni olib kelib o'rnatishdan 5.400 ming so'mga shu ikkala eshigimiz, oshxonaboshi zamon oynaga olib kelib o'rnatsa, padagonlar ham shunaqa holatga olib kelib o'rnatdik. Yog'ocharimiz ham bor, sizlar bilasizlar. MDFlarimiz ham bor, akfalarimiz ham bor. Bizga eshik rom bo'yicha daholasi akfa MDF, yog'ochlar bo'yicha biroz qilasiz. Andijon viloyat Buloq boshliman Abdulla telefon raqami 90 624 31 14. Telegram, WhatsApplarimiz davom ishlayapti. Hozir YouTube orqali aloqaga chiqishda xohlagan fason, xohlagan dizayn ranglarda biz chiroyli qilib xizmatlardamiz. Vodiy bo'lib dasturgan bir O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Bemalol qo'rqmasdan bezovta qilmaymiz deb bizdan aloqaga chiqarasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga ham shunaqa chiroyli chiroqlarimiz nasib qilsin. Kutamiz sizlardan aloqaga chiqishinglarni.